tomonidan qayta ta'kidlanganidek, odamlar sudga oxirgi umid sifatida keladi. Agar inson suddan adolat topmasa, davlatga bo'lgan ishonch ham zaiflashadi. Shuning uchun har bir sudya o'z faoliyatiga nafaqat huquqiy, balki katta ma'naviy mas'uliyat sifatida ham qarashi shart. Asosiy maqsadimiz sudlarni yangi O'zbekistonning adolat qo'rg'oni, tom ma'nodagi haqiqat ustuniga aylantirish. Sud ostonasiga qadam qo'ygan har bir inson yangi O'zbekistonda adolat hukm surayotganiga ishonch hosil qilishi kerak. Bu prezidentimiz talabi. Bugun yig'ilishga men davlat rahbarining sizga bo'lgan umidi va ishonchini yetkazish, kelgusi faoliyatingizga yangi kuch va impuls berish uchun yuborilganman. Adolat o'rnating, hurmatli sudyalar. Adolat mana bunday bo'ladi deb qat'iy qaror qabul qilishdan qo'rqmang.